قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 20-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga o'tmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz odatda ikki shaxsni tunishtirmoqchi bo'lgan vaqtimizda birisi doktor va yana birisi o'qituvchi deganga o'xshash shu birisi va yana birisi degan so'zni ishlatib tunishtiramiz. Endi shuningki arab tilida ifodalashi qandoq? Dal bugungi darsimizda birinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lganimiz shuningki arab tilida ifodalanishi. Buni arab tilida qanday ifodalaymiz deganda, arab tilida ahaduhuma val axar ifodalaymiz. Ya'ni birisi degan gap, val axarchu yana birisi degan gap. Masalan, li axavan mening ikki qarindishim bor. Ahaduhuma birisi tabibun doktor, val axar va yana birisi nima mudarrisun o'qituvchi. Li axavan ahaduhuma tabibun val axar mudarrisun. Mening ikki qarindishim bor. Birisi doktor, yana birisi o'qituvchi deganga o'xshash. Endi buning ayollikqa qanday ishlatamiz? Ya'ni ikki dona ayolni tunishtirmoqchi bo'lsak qanday ishlatamiz deganda, bunga ihdahuma val uxrana deb ishlatamiz. Masalan, li uxtan. Mening ikki dona qiz qarindishim bor. Ihdahuma talibatun val ukhra mudarrisatun. Uning birisi o'quvchi va yana birisi o'qituvchi deganga o'xshash. Endi ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, musanna, ya'ni ikkilik ism. Biz ikkilik ismni yasashni birinchi qism kitobimizda so'zlab bo'lgan. Ya'ni har qanday ismni ikkilik qilmoqchi bo'lsak, alif va nunni kirib ikkilik qilamiz degan. Masalan, talibun, alif nunni kiramiz oxirga, talibani. Muslimun, muslimani. Kitabun, kitabani. Demak, oxirga alif nunni kirish orqali qanday qilamiz? Ikkilik ism yasaymiz. Endi bugungi darsimizda bu ikkilik ismdan nimani maqsad qilmoqchi deganda, ikkilik ismninki pesh holatda qanday bo'ladi, zivar holatda qanday bo'ladi, zir holatda qanday bo'ladi. Masalan, jaa talibani. Ikki o'quvchi qanday qildi? Keldi. Jumlalik o'rniga qarab boqaylik. Jaa fi'il. Fi'il degan ekan chuqur buning nimasi bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Talibani. Fa'il qaysi? Taliban. Chunki kelguvchi kim? İki tane o'quvchi. Shirkatning qilguvchisi fa'il. Talibani fa'il. Fa'il nima o'qilatdi? Pesh o'qilatdi. Talibani. Qani buningdagi pesh o'qilgani desa, ikkilik ismda peshlikning alomati alif bo'ladi deymiz. Talibani degan shu alif peshlikning nimasi bo'ladi? Alomati bo'ladi. Qoida shuki, ikkilik ismda peshlikningki alomati alif bo'ladi. Endi yana bir misol qarab boqaylik. Ra'aytu talibayni. Ra'aytu talibayni. İki o'quvchini qanday qildim? Ko'rdim. Bu talibayni ikki o'quvchi. Qanday farqi bor? Ra'aytu. Ko'rdim men deydi. Ra'a fi'il, tu'chu fa'il. Ko'rdim men. Kimni? Bu kurash degan harakat kimning ustiga tushdi? Talibayn, ikki o'quvchini. Harakat ustiga tushgan narsani bo'ladi. Maf'ulun bih bo'ladi. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Unda bo'lsa talibayni. Qani buningdagi zivar o'qilgani desa, zivarlikning alomati bu yerda nima deymiz? Ya deymiz. Zivarlikning alomati ya deymiz. Demak, qoida shuki, ikkilik ismda zivarlikning alomati shu nima bo'ladi? Ya bo'ladi. Shundaqla zirlikning alomati nima shu? Ya bo'ladi. Masalan, ba yoki harfi jar kelib qolsa, zir o'qildiganning o'rnida taliban deb emas, talibayn deb keladi. Qoida shuki, taliban deb kelsa, bu chuqur peshlik o'rnida ekan deb qolsanglar bo'ladi. Talibayn deb kelsa, bu zivarlik yoki zirlik o'rnida ekan deb bilib olsanglar bo'ladi. Bugungi darsimizda o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun shu. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul 20. 20-dars. Biz oldi bilan yangi so'zliklarni o'qiylik.
El-kelimatul cedide yeni sözler. Raculun zu vecehayn. Zu degan nima etti? Liq. Vajhuncho yüz. Vecehayn bo'lsa ikki yuz. İki yüzlük adam. İki yüzlük adam. İki yüzlük adam degan bizningki cemiyetimizde deymiz, yumaloq tavuz deymiz. Buni arab tushuntirib qo'ydi. Allazi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha. Allazi ya'ti. Ya'ti cho keladi. Allazi g'anqan. Allazi ya'ti keladigan kulla ta'ifa. Hamma bir jamoatga bima yurdiha. O jamoatni rozi qiladigan narsa bilan. Her bir cemaatga uni rozi qiladigan narsa bilan keladigan. Uning qoma aska olmaydigan, buning qoma aska olmaydigan. Yani kulla ta'ifatin bima yurdiha. Allazi ya'ti haula. Yani allazi ya'ti keladigan bulağa bir yüz bilan ve haula bir yüz ve bulağa bir yüz bilan. Mesela munofiq deb aytsak, musulmonlarga musulmoncha yüz bilan keladi, kofirlarga kufrchi yüz bilan keladi. Mana raculun zu vejhayn degan 200 adam. Mushtun tağaq. Tağaq. Emşat tağaqlar. Mihaddetun yastuk. Mihadde yastuk. Mahaddun yastuklar. Zirrun tügme. Zirrun tügme. Ezrarun tügmeler. Mir'atun eynek. Meraya eynekler. Lissun qaraqçı. O'g'ri emas. O'g'ri deganni boshqa ataymiz. Lissun qaraqçı. Lususun qaraqçılar. Cuneyhun. Cuney. Mısır'ınki pul birliki. Mufidun. Paydılık. Es-siratu tefsir. Ya tesire tarihe. Sire. Mesela Siratur Rasul deb kelsa peygamber tarihi. Et-tefsir tefsir. Zabaha bo'g'izladi. Yazbahu bo'g'izlaydi. Şeraha şerhiledi, yeşrahu şerhilaydi. Yani şeraha degan şerhil degan tushundadi degan gap, tushundadi. Tushunmagan so'zni texmi tushundirgan bo'lsa sharaha bo'ladi. Ad-darsul 20 20 ders. Bu el-ab bilan Bashir o'ttirsidagi dialog. Yani dad bilan Bashir o'ttirsidagi. Bashir odam ismi. Kam suratan hafizta ya Bashir. Ey Bashir, qancha sura yodildingiz? Hafiztu suratan wahidatan. Bir sura yodildim. Wa kam suratan hafizta ya Umar? Ey Umar, qancha sura yodildingiz? Ana hafiztu suratayn. Men 2 sura yodildim. Ya abati, ey dada. Ja'al yawma mudarrisan jadidan. Keldi bugün yeni 2 o'quvchi. Yani bugün yeni 2 o'qituvchi keldi. Ahaduhuma lil fiqh. Onun birisi lil fiqh. Fiqhning. Vel ahar yana birisi lil hadis. Hadisning. Ya abati, ey dada. Qara'tul yawma kelimatayn jadidatain fi hadal kitab. Qara'tu. Okudum bugün yeni 2 sözünü bu kitapta. Bu kitapta bugün yeni 2 söz okudum. Ma huma, o ikisi nime? Huma, o ikisi el-muştu vel-mihaddetu. Muştu ve mihaddetu degan sözünü okudum. A'rafta ma'nahuma. O ikisinin ma'nisini bildiniz mi? Naam, sa'altul mudarrise feşeraha li ma'nahuma. Şundaq, sodum o'qituvchidan fa an degan gap, sharaha tushundirdi menga o ikkisining ma'nisini. Ya'ni o'qituvchidan sodum, o'qituvchi menga o ikkisining ma'nisini tushundirib qo'ydi. Ana al-an azhabu ila as-suq. Men hozir bozorga boraman. Aturiduna shay'an, bir narsa xohlamsizlar? Uridu daftaran. Daftar xohlaymiz. Indi daftaran. Menda 2 daftar bor. Ve uridu defterayn akharayn. Ve xohlayman yana boshqa degan gap. Yana boshqa 2 daftar. Indi milaffan sag'iran ve uridu milaffayn kabirayn. Menda kichik 2 milaf degan gap, hujjat xaltasi degan gap. Hujjat xaltasi bor.
Ve uridu milaffayn kabirayn ve iki çoğun hüccet haltısı halayman. Min eyne leke hâzel kalemul cemilu zul levneyni ya Beşir. Ey Beşir, bu iki renklik levneyn, iki renklik çıraylı kalem sana nereden, yani nereden geldi demekçe. Bu iki renklik çıraylı kalem sana nereden geldi? Min eyne leke, nereden sana bu çıraylı kalem iki renklik ey Beşir? İşteraytuhu, onu qanday qildim? Satib oldim. Bikem ishtaraytahu, qancha pulga? Bikem odatda kam qancha ba qo'shilib kelsa bahoni bildiradi. Bikem qancha pulga setib olding sen uni? Pulga degan shu baho badan chiqadi. Ishtaraytuhu bi riyalayn, setib oldim uni 2 riyalga. Yani tekstimizda bir azroq muloyiza qilib o'ylab keladigan bir masala bor. Qarang, ja'al yawma mudarrisan jadidan. Bugun 2 dona yangi o'qituvchi keldi dedi. Mudarrisan 2, jadidan bu ikkilik shakldagi ism bo'ldi. Bu yerda elif ve nun bilan keldi. Nima uchun bu yerda elif bilan keldi deganda ja'a fi'il. Mudarrisanchu fa'ili. Fa'il deganda nima o'qilatdi? Pesh o'qilatdi. Bu yerda mudarrisan peshlikning alomati elif bo'lib nima keldi? Mudarrisan deb keldi. Demak bu yerdagi elif peshlikning nimasi deymiz? Elifi deymiz. Alomati deymiz. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, qara'tul yawma kalimatayn jadidatayn. Qara'a o'qidi, tu men, fiil fa'il. Qara'tu bo'lsa fiil fa'il. Nimani o'qidim? 2 so'zni. O'qish degan bu harakat nimaning ustiga tushdi? So'zning ustiga. Unda bo'lsa kalimatayn nim bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Bu yerda nima uchun kalimatan deb kelmay kalimatayn deb ya bilan keldi? Chunki bu yerda zavarlik o'rnida. Ikkilik so'z zavarlik o'rnida bilan keladi, ya bilan keladi. Ya'ni zavarlikning alomati ya bilan bo'ladi deymiz. Unda bo'lsa mashq qilaylik. Tamarin ko'nikmalar. Birincisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Buni sizlar tekstga asosan javob bersizlar. Kundukiga o'xshash. Kam suratan hafiza Bashir? Bashir qancha sura yodildi? Kam suratan hafiza Umar? Umar qancha sura yodildi? Bikam ishtara Bashir al-qalam? Bashir qalamni qancha pulga sotib oldi? Ikkinchisi ta'ammal ma yali deydi. Tuandagilarni qanday qiling? Muloyiza qiling deydi. Diqqatga qarang. Al-marfu' deydi. Peshlik holatda. Al-marfu' deganga peshlik degan gap, peshlik. Ja'a al-mudarrisu. Ja'a al-mudarrisu. Ja'a fi'il. Fi'ilning keyindan kelgan ismning bo'ladi. Ism fa'il bo'ladi ko'pincha holatda. Ja'a al-mudarrisu desak, o'qituvchi keldi. Kelish degan ish harakatining qilg'uvchisi kim u? O'qituvchi. Unda bo'lsa, ish harakatining qilg'uvchisi bo'ladi, fa'il bo'ladi. Al-mudarrisning bo'ldi, fa'il bo'ldi. Fa'il nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Qani peshning esa mana pesh bu yerda uchuq oshkor keldi. Mana birlik ismda peshning alomati qanday keladi? Uchuq keladi. Endi diqqat. Ja'al mudarrisan, ishga o'qituvchi qanday qildi? Keldi. Ja'a fi'il al-mudarrisan qanday qildi? Buni fa'il bo'ldi. Fa'il degan nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Qani bu yerda pesh o'qilgani mushadagi alif peshlikninki alomati deymiz. Demak, ikkilik ismda peshlikning alomati nima bo'ladi? Alif bo'ladi. Biz buni darsimizda so'zlagan. Ra'aytul mudarrisa. O'qituvchini qanday qildim? Ko'rdim. Kim ko'rdi? Men ko'rdim. Unda o'z tu nima bo'ldi? Fa'il bo'ldi. Ra'a fi'il bo'ldi. Al-mudarrisa nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Harakat, mush kurashdan iborat harakat ustiga tushgan shaxs. Harakat ustiga tushgan shaxs nima bo'ladi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zavar o'qiladi. Unda bo'lsa ra'aytul mudarrisa desak, bu maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zavar o'qiladi. Qani zavarlikning belgisi? Mana zavar oshkor keldi. Endi aslan qaraylik. Ra'aytul mudarrisayn. Ishga dona o'qituvchini ko'rdim dedik. Ra'a fi'il tu fa'ili. Al-mudarrisayn maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zavar o'qiladi. Qani zavarlikning belgisi? Ya. Nima uchun buningda ya zavarlikning belgisi bo'ladi? Buningda oshkor keladi. Chunki bu mufrad, yolg'iz ism, bu ikkilik, musanna, ikkilik ism. İkilik ismda zavarlikning belgisi ya bo'ladi deymiz. Bu bir qoida. Zahabtu ilal mudarris. O'qituvchining qishig'a bordim. Zahaba fi'il tu fa'ili. Endi ila jo'z harfi jar. Bu zir qildigan harf.
ismni qanday qildigan? Zir qildigan. Ilal mudarrisi desam, ila harfi jar, al mudarrisi majrur, ya'ni zir o'qilishga tegishli ism bo'ladi. Qani zir o'qilgani? Ashkara. Al mudarrisi deb qanday qildi? Zir o'qildi. Endi zahabtu ilal mudarrisayn. Ila ismni qanday qiladi? Zir qiladi. Al mudarrisayn zir bo'lishga tegishli. Qani zirlikning alomati desa, ya. Ya deymiz, ha? Nun zir o'qilib qolibdi desa, bu nunning zir o'qilg'ili ilaning tufaylidan emas. Bu ikkilikning nuni davom zir o'qiladi. Mudarrisani, mudarrisayni. Qarang, buni da zir o'qiladi. Bunun bilan bizning karimiz yo'q. İkilik ismda bu oxirgi harf bilan bizningki karimiz yo'q. Faqat bizningki i'robda diqqat qilganimiz alif va ya. Alif bo'lsa peshlik holat ekan deymiz, ya bo'lsa yazirlik, yazirlik. Qaraydigan bo'lsak, ilal mudarrisayn da ila harfi jar, al mudarrisayn majrur, zir o'qilishga tegishli ism. Qani zirlikning alomati? O'sha yerdagi ya, shu zirlikning nimasi bo'ldi? Alomati bo'ldi deymiz. Bu ikkilik ismdagi bugungi darsda asosiy o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun. Üçüncüsü, ecib anil es'iletil atiye musta'milen el musanna. Tüendeki suallağa musanna ikilikini işletken halda cevap verin deydi. Kem ahallek sizin kancı bir tukununuz ba? Endi bunun da dikkat kıldığınımız ekegen isim peşlik ornu bop qalsa, yani fail bop qalsa, yoki mubtada bop qalsa, yoki xabar bo'lib qolsa, bular hammasi pastki holatdagi ismlar. Buni alif nun bilan eklaymiz. Zir holatdagi yoki zir holatda bo'lib qolsa, ya bilan eklaymiz. Masalan, kam axan laka. Kam axan laka. Li axawan deymiz. Mening qancha bir tuqunim bor? 2 bir tuqunim bor. Bu yerda axawan alif bilan keldi. Nima uchun? Bu yerda pastlik o'rinda deymiz. Va axawan nima uchun? Xabar. Kam kitaben indak, sizde qancha kitob bor? Indi kitaban. Menda qancha kitob bor? 2 kitob bor. Kitaban bu yerda peshlik o'rinda. Shuni bilan keldi, alif nun bilan keldi. Kam taliban jadidan ja'al yawma. Bugun qancha o'quvchi keldi? Ja'a taliban jadidan. Yangi 2 o'quvchi keldi. Bu yerda ja'a fi'il taliban fail bo'lganlik uchun peshlik holatda alif bilan nun orqali keldik. Ja'a taliban jadidan deb. Qolganini o'zinglar shu bilan ishlab baqsanglar bo'ladi. Antandagi qaranglar. Ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al musanna. Musannani ishlatgan holda tandagi savollarga qanday qiling? Javob bering deydi. Endi qaranglar. Kam lug'atan ta'rif. Qancha til bilasiz deydi. Bunun çoxum ikilik işletip cevap verimiz. 2 til bilemen deyimiz. Ne deyimiz? A'rifu lugatayn. Nima uchun lugatan demeyimiz? A'rifu lugatayn deyimiz. Çünkü a'rifu fi'li mudari. Bilemen degan gap. Shunda o fi'l. Fa'ilchi o men. Yani tigidagi ana degan damirisi fa'il bo'ladi. A'rifu fi'l, ana degan damirisi men degan shu yerdagi yushurun damirisi fa'il. Nimani bilemen? 2 tilni bilemen. Yani bu yerdagi maf'ulun bih lugatayn maf'ulun bih. Maf'ulun bih zor o'qilg'achqa bu yerda zo'rlik o'rnida ya'ni o'la keldik. Deymiz a'rifu lugatayn. Kam suratan hafizta ya Maryam? Ey Maryam, qancha sura yodladingiz? 2 sura yodladim desak bo'ladi. Hafiztu suratayn. Nima uchun hafiztu suratan demaymiz? Chunki bu yerda hafiztu, hafiza fi'il, tu fa'ili. Yodladim men qancha surani? 2 surani. 2 sura bu yerda nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih nima qiladi? Zir o'qiladi. İkilik ismda zo'rlik alomati nima bo'ladi? Ya bo'ladi. Unda bo'lsa ya bilan eklaymiz. Nima bo'ldi? Hafiztu suratayn. Kam risalan katabta ya Ahmad? Ey Ahmad, qancha risala, qancha xat yozdingiz? Katabtu risalatayn. Nima uchun bu yerda yana risalatayn deb eklaymiz? Chunki maf'ulun bihlik o'rinda. Maf'ulun bih zir o'qilg'achqa ikilik ismda zirning alomati ya bilan bo'ldi deymiz. Katabtu risalatayn. Buni mushu bo'yicha buni ishlaysizlar. Qolganini o'zingizlarga topshiriq qilib qoldi. 5-incisi ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al musanna. İkilik ismni ishlatgan holda tuvandagi savollarga javob bering deydi. Endi
Qaraydigan bo'lsak, bikam riyalan ishtarayta hazihil majallata ya Amina. Amina ekankin ishtarayti kelish kerak ekan, bu yerda xato yozilib qolibdi. Amina, bu jurnalni qancha riyalga sotib oldingiz? Ishtarayti. Qancha riyalga sotib oldingiz? İkilikni ishlatib javob bering deydi. Ishtaraytu bir riyalayn. Nima uchun bu yerda bir riyalan demay bir riyalayn deb eklamiz? Chunki ba harfi jar. Harfi jar ismni zirq qiladi. İkilik ismda zirqning alomati ya bilan bo'ladi. Shunga bir riyalayn deb keldi deymiz. İkincisi qarab baqayli. Bikam dollaran ishtaraytum hadihil azrar ya ikhwan. Qarindoshlar, bu tugmalarni qancha dollarga sotib oldinglar? 2 dollarga sotib oldik deymiz. Chunki ikkilikni ishlatib javob bering deydi. İshtarayna bir dollarayn deymiz. Buningda ba harfi jar bo'lganligi uchun ya bilan keladi. Bir dollarayn. Bikam rubiyatan ishtaraytunna hadihil mushta ya akhawati. Qarindoshlarim, bu tog'oqni qancha rupiyaga sotib oldinglar? Deymiz ishtarayna birubiyatayn. Ba kelganligi uchun ya bilan keladi. Qanqa o'zingizlar javob berib boqinglar. Oltinchisi fannil kalimatil matbu'ata bil azraq deydi. Ko'k bilan besilgan xatlarni ikkilik qiling deydi. Ko'k rangdagi xatlarni. Xo'sh, qarab boqimizda diqqat qilamiz. Oxirisi pashu qilgan bo'lsa, buningda alif nunni kelib qilamiz. Masalan, fi baytina fallajatan. Bizning uyimizda qancha tonatqu bor? 2 tonatqu bor. Dakhala dukkan al-barihata lissun pashu qilibdi. Unda bo'lsa alif bilan nun. Dakhala dukkan al-barihata lissan. Kirdi do'konga oqshom 2 o'g'ri. Ra'aytu fi maktabil baridi barqiyatan lak. Ko'rdim pochtaxonada sizning telegrammangizni. Barqiyatdan nima qilibdi? Zivara qilibdi. Chunki maf'ulun bih bo'lganligi uchun. Endi buningda ikkilik qilmoqchi bo'lsak, zivara o'qilgan ekan nima bilan kelamiz? Ya. Nima deymiz? Barqiyatayn. Sa'ashtari mitran min hadal qumash. Mitran nima qilibdi? Zivar. Unda bo'lsa ya bilan kelamiz. Sa'ashtari mitrayni min hadal qumash. Bu raxtdan 2 metr sotib olaman deganga o'xshash. Zabaha abi bo'g'izlidi dadam dajajatan debdi. Zo'r qilibdi. Unda bo'lsa dajajatayn 2 dona to'ha deymiz. Bu qog'inni sizlarga topshiriq. İc'al kullan minal kalimatil atiye fi jumla deydi. Tuanki so'zlarning har biriga birdan jumla tuzla eng az bo'lganda bu sizlarga topshiriq. Kitaban, kitabayn, talibayn, taliban. Bu sizlarga topshiriq. 8-incisi ta'ammalil amfilatal atiya li ahaduhuma vel akhar. Tuandiki atiya ahaduhuma vel akharning misollarini muloyiza qiling deydi. Biz buni darsimizning 5ida tushuntirib bo'lgan. Yani ahaduhuma vel akhar erlar uchun ishlatildi. Birisi va yana birisi. Li akhawan mening 2 qarindishim bor. Ahaduhuma u ikkisining birisi doktor vel akhar va yana birisi injener. Li hadhihi al hafilati baban bu avtobusning baban 2 eshigi bor. Ahaduhuma uning birisi lid-dukhul kirish vel akhar va yana birisi chiqish. Indi qalaman. Benda 2 dona qalam bor. Ahaduhuma azraq. U ikkisining birisi ko'k, val akhar yana birisi qizil. Mana o'xshash. Qolgan o'zingizlar tarjima qilib boqinglar. 9-incisi ta'ammal amfilatal atiya li ihdahuma val ukhra deydi. Ihdahuma val ukhra ayollik shaklidagi misollarni muloyiza qilib boqing deydi. Li ukhtan meningki qancha qarindishim bor? 2 qiz qarindishim bor. Ihdahuma mudarrisatun. U ikkisining birisi o'qituvchi, val ukhra va yana birisi sestra, mumarridatun, sestra deydi. Qaraydigan bo'lsak, bu ayollik bo'lg'achqa ihdahuma val ukhra keldi. Biz buni darsimizning 5'e tushuntirib bo'lgan. Indi sayyaratan. Mening 2 mashinam bor. Ihdahuma birisi hamra qizil val ukhra va yana birisi
Beyda aq. Qolgan o'zinglar tarjima qilib boqinglar, bu sizlarga topshiriq. Ahadun bir degan gap biz buni o'rgangan shunday-ku. Bu erlik shakli. Ayollik shakli-chi ihda. Ihda. Bu bir degan gap. 10-incisi ta'ammalil amfilatal atiya. Töndeki misallarni mulohaza qiling deydi. Xo'sh, zu. Endi biz zu kirgan ismninki i'robini biz ilgirgi darsimizda azroq tushundik. Masalan, zu lihya bo'lsa, saqalliq shunday-ku. Bu yerdagi zu mudaf bo'ladi, lihyachi mudofun ilayh bo'ladi. Mudofun ilayh nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Hazal qalamu, bu qalam zul lawnayn, ikki ranglik. Mufidun jiddan, bak foydali. Bu ikki rangli qalam bak foydali. Unda bo'lsa, buningdan sizlarga nimani o'rgatmoqchi deganda, asli lavnan ikkilik shunday-ku. Bu yerda nima uchun ya bilan keldi desa, chunki bu yerda zirlik o'rinda. Qandaq zirlik o'rinda desa, bu yerda mudofun ilayh. Zu mudaf, al-lawnancho mudofun ilayh deymiz. Mudofun ilayh bo'lganligi uchun ya bilan keldi. Ya qamisin ghasalti ya ummi. Ana qaysi ko'nglimni yudingiz? Ghasaltul qamisa zal jaybayn. İki yancoqluq ko'nglimni yudim deydi. Ceyban, asli ceybun yancoq, ceyban bo'lsa shu ikki yancoq. Endi bu yerda nima uchun ceybayn deb ya bilan keldi desa, chunki bu yerda ceybayn yuqoridagi o'xshash mudofun ilayh va mudaf bo'ldi, al ceybayncho mudofun ilayh. Zirlik o'rnida bo'lg'achqa ya bilan keldi deymiz. Al-mudiru fi tilka al-ghurfati zatin nafidatayn al-maftuhatayn deydi. O'qituvchi shu uchuq ikki derizalik yataqda. Nafiza deriza, nafizatan bo'lsa ikki deriza. Nima uchun bu yerda nafizatayn deb yavlan keldi? Chunki bu yerda zatu mudaf, nafizatayncho mudafun ilayh. Maftuhatayn bu nima uchun keldi? Chunki bu nafizataynning sifati bo'lganligi uchun sifat mavsufga ergashadi degan. Ya'ni harakat qana qiladi, ergashadi. Nafizatayn ya bilan zirlik o'rnida ya bilan kelgachga maftuhatayn zirlik o'rnida ya bilan keldi deymiz. Qolganda buni o'zinglar ishlab boqinglar. Xo'sh, unda bo'lsa do'stlar, bugungi darsimiz musha oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.